Hammaga salom do'stlar. Bugun men qo'limdagi mana shu 15 ming so'm pul bilan ko'chada 5 soat yashab ko'raman. Hozir bolalar mana ko'rishinglar mumkin. Hozir biza uncha hozir och emas. Operatorimiz ham mana hozir endi birinchi harakatni boshlaymiz. Shaharni chiroyli joylaridan ko'rsatishni. Qani bo'lmasa ketdik. همه با من حاضرین؟ من حس عاشقانه در تو شما Bolalar mana hozir ko'rishlaringiz mumkin. Hozir 3000 dan ekan pirojki 2 dona olamiz va yo'limizda davom etamiz. Rahmat. Hop, bolalar mana ko'rishlaringiz mumkin. Hozir 400 ming pulimiz qoldi. Endi dalchi yo'limizda davom etamiz. Hop, bolalar mana hozir ko'rishlaringiz mumkin. Pirojki yaxshi ketyapti. Operatorimiz bilan hozir bittadan pirojki oldik, kartoshkalik. Biz to'g'risini aytamiz, sizlarni aldab o'tirmaymiz. Hammasi sizlar uchun. Bizning kontentimizni qo'llab-quvvatlanglar, like bosinglar, obuna bo'linglar. Biz doim sizlar uchun mehnat qilamiz, o'zimiz rivojlanishdan to'xtamaymiz. Let's go. Hop, hozir mana ko'rishlaringiz mumkin. Hozir bitta do'stimiz olmadi. Tamomini chopib boramiz endi. Hozir ikkinchi do'stimga qilaman telefon. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Aka. Yaxshimisiz? Короче, qara hozir biza YouTube ga video olayotgan edik. 15 ming so'm pul bilan ko'chada 5 soat yashash. Hozir bu YouTube ga zapis bo'libdi. Короче, 6 mingini ishlatdik. Hozir bizada 9 ming so'm pul qoldi. Endi shu 5 soatning ichida 9 ming so'm pul bilan nima qilishni maslahat berasan? Nima qilish kerak ish? Hozir bizaga nima maslahat berasan? Shu 9 ming so'mdan rasxod qilaylikmi, qana ishlataylik? To'g'ri, 5 soat ham och qolmasligimiz ham kerak-da. Ha, hamma och qolasan deyapman-san. 9 kechasigacha-mi? Yo'q. Qachongacha? Qara, 9 ming so'm pulimiz bor bizani. Ay, 15 ming bor edi, общий 15 ming so'm bor edi. Biza 6 mingini ishlatdik. Bizada 9 ming so'm qoldi. Endi shuni 5 soatga yetkazishimiz kerak. Shu uchun nima maslahat berasan? Shaharni aylanishnimi, bozorga borishnimi? bozorga 9 ming so'm bilan nima bu? Qoring, to'g'iz. Keyin to'yg'izib 4 soat yurishimiz kerakmi shunda? Yurmaysan, tamom o'tirasan kayf 9 ming yeb. Xo'p, rahmat, brat. Ay. Bolalar mana ko'rishlaringiz mumkin. Hozir ozgina bo'lsa ham do'stim tushunmadi chota bizni. Lekin uni gaplarini men tushundim. Shuning uchun sog' bo'lasiz. Hop, bolalar mana ko'rishlaringiz mumkin. Kelis tuni tushyapmiz. Yo'lni yo'qga o'tish uchun ko'ringlar. Hozir hammasi sizlar uchun hozir eng qiziq kadrlar oldinda bo'ladi. Bolalar mana ko'rishlaringiz mumkin. Hozir biza ozgina charchadik. Endi damimizni olaylik. Hozir primerna 1 soat vaqt o'tdi. Hozir endi ozgina o'tirib damimizni olamiz. Primerna 1,5 soatmi, endi 1 soatmi bilmadim. Buni kadr o'rtada, kadr jarayonida sizlarga ham Yo'ldagi eng katta sarmoya pul va mehnat. Mani o'ylashim bo'yicha, mani fikrim bo'yicha baribir mehnat birinchi o'rinda, pul. Chunki puli bo'la turib, uyini bo'lmasa, qattiq intizom bo'lmasa, mehnat qilmasa, bu barchasi befoyda. Chunki mehnat har doim
xohlagan sohada o'z so'zini aytgan. Bu meni shaxsiy fikrim, men shunaqa deb o'ylayman. Futbolchi sifatida sizga kim yoqadi? Futbolchi sifatida menga yoqadigan inson bu Cristiano Ronaldo va meni ilhomlantiradigan odam ham aynan shu inson. Shu inson sababli men futbolga qiziqishim ortgan, harakatim, chunki u insonni darajasi ham butun dunyo miqyosida, uni hamma biladi. U juda ham intizomli, u juda ham tartibli, mehnatkash, doim qanaqadir pulni yoki boshqa narsani, boylikni oldinga qo'ymasdan, qancha boylikka ega bo'lmasdan qat'iy nazar, bo'lishiga qaramasdan qat'iy nazar, baribir birinchi o'rinda qattiq mehnatni, intizomli hayotni tanlagani uchun ham u butun dunyo miqyosida birinchi o'rinlarda turadi va shu sababli men u futbolchini tanlaganman. Futbolchi sifatida sizni qiynagan narsa nima? Futbolchi sifatida meni eng ko'p qiynagan narsa bu berilmagan imkoniyatlar. Agar menga qancha ko'proq imkoniyatlar berilganda, men balkim o'zimni hozir media futbolda emas, aksincha professional futbolda ko'rishim mumkin edi. Endi bilmadim, hammasi yaxshilikka. Ba'zida hayotda hamma narsa ham biz o'ylaganimizdek bo'lavermaydi. Shu uchun barchasiga shukr qilib, dalchi ko'proq mehnat qilishda harakat qilamiz. Futbolga kirib kelishingizga oilangiz qanday sababchi bo'lgan? Futbolga kirib kelishimga sababchi bo'lgan inson bu albatta oyimlar Rossiyadalar, bizni buvimlar katta qilganlar. Shu buvimlarga hozir shu videoda qisqa bo'lsa ham o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman, chunki shu inson sababli katta yutuqlarga erishyapman. Agar bu inson, ya'ni meni buvimlar bo'lmaganlarida men qanday desam, bu natijalarga erisha olmasdim. Chunki mag'lub bo'lib kelgan paytlarimda ham, hattoki yig'lagan paytimda ham, hech kim ishonmagan taqdirda ham shu inson meni oldimda turib, meni qo'llab, doim duo qilib, menga hech kim ishonmaganda ham ishonch bildirgan yagona inson men buvimlarni deb bilaman. Milliy terma jamoada o'ynash niyatingiz bormi? Endi har bitta futbolchini orzusi shunaqa bo'lsa kerak. Endi agar Alloh nasib qilgan bo'lsa, biz ming harakat qilganimiz bilan Allohni aytgani bo'ladi. Alloh nasib qilgan bo'lsa, balkim o'ynarman. Sizningcha imkoniyatlarni kutib ko'rish kerakmi, yo unga intilish kerakmi? Menimcha baribir imkoniyatni kutgandan ko'ra uni yaratgan yaxshiroq deb hisoblayman, chunki imkoniyatlarni kutish yoki kimdandir yordam kutish bu shunchaki ahmoqlik. Unga ya'ni intilish zarur. Intilish kerak, mehnat qilish kerak. Qanchalik ko'proq harakat qilib o'z ustingda tinimsiz ishlasang, shunda kattaroq natijalarga erishasan va teparoqga yuksalasan. Sizga media futbol qiziqmi yo professional futbol? Endi bilmadim, balkim yoshligimda menga prof futbol qiziqroq edi, lekin prof futbolda o'zimni topa olmaganim uchun media futbolga keldim. Hozir barcha prof futbolistlar, ya'ni futbolchilar professional futbol tomonlama harakat qilishni iloji bo'lmaganligi uchun o'zini media tomonlama rivojlantirib, ham maydonda, ham kontent tomonlama, barchasi tomonlama rivojlanib bormoqda. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Hozir Buxoro savdo majmuasiga yetib keldik. Hozir bu yerda daraxtlar bor. Ko'rsating operator, daraxtlar bor. Mana Buxoro savdo majmuasi. Ko'ringlar, shahrimiz juda ham chiroyli. Hozir biza o'sha qornimiz och qolishni boshlayapti. Hozir magazinga boramiz. Bitta olmami, birorta meva sotib olamiz, ko'ramiz. Dalchi yana hozir qiziq kadrlar oldinda bo'ladi, aytganimdek. Shu yerda videoni to'xtatib, videoni pauza qilib, kommentariy yozing, like bosing, obuna bo'ling. Xo'p, bolalar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Hozir bir dona olma oldik. O'sha 5 soat ichida 15 ming so'm pul bilan yashash challengeimiz davom etyapti. Bir dona olma 2 ming so'm bo'ldi. Bizning qo'limizda 7 ming so'm pul qoldi. Endi biz yana hozir
Buxoro futbol klubini bazasiga boramiz. Bu yerda Когда ты выходишь на эту арену, энергия там просто невероятная, и время пришло. Я скину рюкзак, устал в пути, мутки, лярвы, посадокаты. Меня примет каменный лес, и так, приятно заколет в груди. Общепринятые меры, я им не подвластен, удаляю нервы, подбит, знаю этот город наизусть. Xo'p, hozir do'stlar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Biza Umid stadion sport majmuasida hozir operator bilan birgalikda hozir zerikdik. Biza shu uchun hozir 3-3 penalti tepamiz. Ko'ramiz kim kuchliroq, yaxshiroq va texnikasi yuqori. Qani bo'lmasa ketdik. Bolalar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Hozir operatorimiz birinchi golni urdilar. Bilmayman, noxosmi bu. Hozir ko'ringlar, o'zi men ham gol uraman. Можно. İkinci zarba, ikinci gol. Uzurbeki. Vallahi o'zi mana ko'rishlaringiz mumkin. Hozir agar ura olmasam durang bo'ladi va yana davom etamiz. Agar ursam yutaman. Va bolalar, ko'rsizlar, baribir qirol hamma joyda qirolligini isbotladi. Endi nima deymiz? Urovень darajami bu, bilmadim. Hech qanaqa daraja emas bu. Nima bu, penalti? Shu 11 metrdan ham ura olmasam endi ahmoqlikda u. Xo'p, do'stlar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Hozir shartga boshlandi. Agar bu bollar yutsa, bularning shartini men qilaman. Agar men yutsam, bular meni shartimni qiladi. Let's go. Xo'p, bolalar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Biza shu berilgan vaqt ichida harakat qildik, yurdik, magazinga bordik, boshqa narsa. Va mana ko'rishlaringiz mumkin, shu 5 soatda ham mana shu 7000 so'm pulni tejab qoldik. Keyingi videolarimizni ko'rish uchun like bosing, kommentariy yozing, bizlarni rasmiy sahifalarimizga obuna bo'ling va bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. O'zimiz uchun rivojlanishdan, mehnat qilishdan to'xtab qolmaymiz va sizlarni xursand qilishdan ham charchamaymiz. Barchasi o'zimizning rivojlanishimiz uchun va sizlar uchun kerakli kontentlar chiqarishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videoni kuting.